Sumka ko'rinishidagi qulay joynamoz. Birinchi navbatda ustki materialga e'tibor qaratamiz. Dermatin kojadan tayyorlangan. Ushbu material suv o'tkazmaslik va zax o'tkazmaslik xususiyatlariga ega va joynamozning o'zi uzoqroq vaqt davomida xizmat qilishini ta'minlab beradi. Ikkinchi navbatda esa maxsus cho'ntakchasiga e'tibor qaratamiz. Zamok bilan himoyalangan. Ichkarisiga tasbeh, do'ppi yoki cheshka kabi o'zingizga qulay bo'lgan narsalarni solib, bemalol qulaygina olib yurishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi navbatda esa ichki qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ichki qismi maxsus qulay va yumshoq materialdan tayyorlangan va ochilganda ham anchagina kengligiga e'tibor qaratishimiz mumkin. Ushbu materialimiz anchagina issiqni ushlab tura oladi va yumshoqligi bilan sizga diqqatingiz faqatgina ibodatda bo'lishini ta'minlab beradi. Shu bilan birgalikda bu joynamozlarni musofir do'kondan qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Narxlari va ma'lumot bilan tanishish uchun hoziroq kommentariyada plyus yozib qoldiring. Biz o'zimiz sizga to'liq ma'lumot beramiz.